Assalomu alaykum 4 kun bugun mesela hammaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolsa sizlarga zo'r aksiyalarni zo'r yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Bugun Dealer 300 magazinda zo'r skidki plus aksiyalar olib turibdi ekan. Shu an bir qator O'zbekam tanishtirib berdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiniz? Zo'r aksiyalar olib turibdi deb chaqirdi. Nechta aksiyalar olib turibdi? Xalqimizda zo'r aksiyalar ko'p beramiz. Xudo xolsa. Assalomu alaykum 4 kun bugun obunachilar hamda Dealer 300 mijozlarimiz, klientlarimiz Xudo xolsa zo'r yangiliklarimiz bor. Ramazon oyi bilan Xudo xolsa so'nggi nazarda aksiyalarni ko'p beramiz sizlarga. Xudo xolsa bizda zo'r yangiliklar bor hamda nechta yangiliklar olib turibdi og'a? Pulni tanishtiring. Bugun ishga qara seni shu kanalingni masalan 4 yil bugunni ko'rgandan mijozlarimiz uchun og'a kanalni ko'rgan mijozlarimiz uchun zo'r aksiyalar qo'yamiz. Xudo xolsa 4 yil bugun kanalni ko'rgandim, like bosdim, kommentar yozdim, obunachilarimiz uchun zo'rni avtomatidan birdan sho'brazini qo'yib beramiz. Mutlaqo tekinga tushadi. Ayollarimiz orzusunday zo'rdan birdan sho'bra qo'yib beramiz. Endilikda qara uka video bugun qo'yamiz-ku. Avon, xudo xolsa. Qo'ysak videoni 5000 prosentini o'tadi. Avon. Sen obunachilaring uchun shu sho'bradan 5 tanesini qo'yib beramiz. Kommentarlar sho'ga qo'yib berasiz, to'g'rimi? Buning uchun prosmotrlar 5000 dan o'tishi kerak bo'ladi. 5 tanesini shuni mutlaqo tekinga o'tib olishingiz mumkin. Buning uchun bizning kanalga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yamiz, va kommentarlarda omad so'zini yozib qoldiramiz. Yozib qo'ysalar, xudoga Dealer 300 omad deb 4 yil bugun omad deb yozib qo'ysalar, shu sho'brasidan 5 tanesini 1 emas, 2 emas, 5 tanesini mutlaqo tekinga obunachilarimiz yutib olishi mumkin. Endilikda aksiyamiz bilan tanishtirib boramiz aksiyani. Avtomat kirmachilarimiz zo'r aksiya qo'yganmiz. U da yana masalan Nechta bo'ldi og'a? aksiyamiz. Ko'p mijozlarni so'raydi masalan, kommentarlarda yozadi masalan, shu zo'r aksiya skidkalar qo'yib beringlar. Xalqimiz uchun manfaatli aksiyani chiqargansiz. Zo'r deb. Endi xudo xohlasa zo'r qo'ldan kelgancha aksiya qo'yib beramiz. Qarang, bizda Muhammadjon avtomat kirmashina xohlagan turdagi Любой turdagi bir avtomat kirmashinalarni xarid bo'ladi obunachilarimiz. Qarang, endi biza kirmashinalarimizni 50% skidki qo'ygan. 50% skidki qo'yib berasiz, to'g'rimi? 200 ming so'mlikini 1 million 600 ming so'm. Avtomat kirmashin 1 million 600 ming so'mga tushib turibdi. 1 million 600 so'mga tushib qoladi. 3 million 700 ming so'mdan 1 million 850 ming so'mga tushib qoladi. 6 kiloluk Monix 1 million 850 ming so'm, 50% skiddi. Endi 4 million 100 ming so'mliklar 2 million 50 ming so'm. Zifler, Mirovoy brend 7 kiloluk 4 million 100 ming so'mlikka 2 million 50 ming so'mga tushgan. Endilikda bizda xohlagan brendlar bor. Bizda общий hisoblanib 30 dan oshiq brendlarni topsa bo'ladi avtomat kirmashindan, to'g'rimi? Samsung bo'ladimi? Rules, Rossiyskiy, Premier, Zifler 6 kilolukdan boshlab 8 kilo, 10 kilo, 12 kilogacha avtomat kirmashinlarimiz bor. Hammasini 50% skidkidan olib ketsa bo'ladi. Bu degani masalan keladi liboy masalan 5 millionligini 2,5 million so'mga ketsa bo'ladi. 6 millionligini 3 million so'mga, 4 millionligini 2 million so'mga ketsa bo'ladi. 50% skidkida qo'yganmiz. O'zine kerak bir brendni tanlaydi. Necha so'm bo'lsa 50% skidkida qo'yib berasiz, to'g'rimi? Vesta kompaniyamizga. Necha kiloluk bo'ldi bu? 8 kiloluk bo'ldi. Ben de 8 kiloluk olgan. 4200 so'm sotilgan. 2 million 100 ming so'm 50% skidkida tushirgansiz. Endi masalan xohlagan turini kelib oladi. Qarang, endi 50% skidki qo'yib turibsiz. Nereal narxda o'tibdi-da masalan aynan. 4 million 200 2 million 100. Nerealni bahodan bu. Kelgandan keyin klientlarimiz yo'q bo'p qolmaymi avtomat kirmashi? Shundan so'rlang. Undi bo'lmaydi, xudo xolsa qo'ldan kelgancha hammasini topib berasizmi axir? Topib beramiz, xudoga qo'ldan kelgancha. Endi masalan bizdan shu 50% skidkidan foydalanish uchun bir sharti bor. Shart bo'ldi og'a. Bunda shart fondan qara. 50% skidkidan foydalanish uchun bir dana mahsulot sotib olishi kerak. Dukanimizdan, to'g'rimi? Mayish texnika sotib olish kerak, bir dana. Bu degani masalan mayish texnikalarida imini yo televizor olishim kerakmi, yo o'zi konditsioner olishim kerakmi, yo xolodilnik olishim kerakmi degan obunachilarimiz uchun yo'q, bunday narsa emas. O'z istalgan turdagi kerakli bo'ladi. Eng arzon narsa nima olsam bo'ladi men uyga? Oddiygina duxovka. Duxovkalar. Masalan 400 ming so'mdan boshlanadi duxovkalarimiz. 400 so'm duxovkadan olamiz, 500 ming so'mdan 600 so'm farq. Qarang, shunda men hozir o'ylab qoldim. Avtomat kirmashinni ustuna pul qo'yasizmi shunday duxovka? Yo'q, uka bizda unday narsa yo'q. Shuni tushuntirib berik bir. Qo'yishda narsa yo'q. Masalan, qara uka, shuni sotib olding-a, Monix kompaniyasi. Ha, 1 million 850 ming so'm oldim Monixni. Sotlyapsiz, yana 1 million 850 oldi. 400 ming so'mga duxovka beramiz.
400 ming so'm, shundan so'm tushib qoladi bu. Общий hesaplandı qara 3 milyon 2 milyon 250 ming so'm tushib qoladi. 2 milyon 250 ming so'm avtomat kir mashin bilan. Avtomat kir mashin üstüne koyuşunuz mümkün. Ha, duxovka mi olaman yana? Bir danasi. Duxovkalar bo'ladi. Hem avtomat kir mashin, 2 dana narsa bo'lib qolasizlar. Faqat o'zi 2 dana xarid etishingiz kerak bo'ladi. Bu faqat. Yine mikrovolnovkalarning 500 ming so'mdan chiqgan mashinalar başlandı. Mesela 1 milyon 800 so'm aldı, 500 so'm mikrovolnovka qo'shib berildi. Bu yani üstüne qo'shib berildi, üstüne. Shundan motorni pulini avtomat kir mashin bilan bir dana mikrovolnovka ketsak oladi ekan, to'g'rimi? Prizoslarımız ama prizoslarımız 500 ming so'mdan başlandılar. 500 ming so'mdan o'zini yaqqan biletlarni pulidan qarab ko'tarilaveradi, to'g'rimi? İndilikte mesela avtomat kir mashinasi tushunarli bo'ldi desangiz. Endi bu anda xolodilniklarni tushuntirib o'tdik. Xolodilniklara endi Novax'a qo'yib beramiz. Hozir sezon ham yotiruvchi. Sezon ham az qoladi. Mesela sezon az qoladi munosabati bilan xolodilniklarda zo'r aksiyalar. Siz aksiya qo'yib berajekmisiz sezon boshlangan munosabati bilan? Ha, narxlar ko'tarilishi kerak emasmi o'zi? Yo'q, bizda de narxlar ko'tarilib, dillar ustida endi bo'lmaydi xuloqada. Endi bizda de istalgan turdagi masalan xolodilniklarimiz shu 5 million so'mligi 1 million so'mga tushib qoladi. Endi Brüssel xolodilniklardan shu 5 million 500 ming so'mligi 1,5 million so'mga tushib qoladi. To'g'ri eshitibmanmi Urbek aka? 1,5 million so'mga tushib qolgan Brüssel. 5 million 800 so'm pozitsiyamiz 1 million 800 so'mga tushib qoladi. 1 million 800 ming so'm. Endi 6 millionlik narsa 2 million so'mga tushib qoladi. Nishat million o'tiribdi, ha? 3 million so'mga tushib qoladi. Endi 50% ham ko'p skidga o'tiribdi bu hozir. Ko'p skidga ketibdi. Qara aka. Bizdan xohlagan turdagi masalan xolodilniklarimiz 5 million so'mdan 5 million so'mdan yuqoriroq xohlagan xolodilnik xaritas bo'ladi. 4 million so'mlik kupon beramiz. 4 million so'mlik voucher berasiz, to'g'rimi shunda? U da yani masalan do'konimizdan istalgan turdagi bir mahsulotni masalan gaz vitesi bo'ladimi, xohlasa televizor Avtomat kir mashinmi bo'ladimi, xohlagan turdagi mahsulotni xarid etib oladi. 4 million so'mgacha bo'lgan kupon beriladi. 4 million so'mgacha bo'lgan xohlagan masalan u da yani masalan 40 tane masalan 100 ming so'mlikdan 40 tane mahsulot olib kelsam bo'ladi. Hozir duxovka olib kelsam bo'ladi, plysos olsam bo'ladi. Xohlagan vaziyatni qo'shib xarid etib oladi. 4 million so'mgacha bo'lgan xohlagan vaziyatni tanlab oladi. O'zina uyine kerak narsalarni toza xo'jaliklarga zo'r aksiyalarni qo'yib bersang, toza xo'jalik bo'lsa, bir dana xolodilnik oladi, uyine qo'shib xarid etib kelsa bo'ladi. bir gaz, bir vitishki, bir televizor olib kelsa bo'ladi ekan. Plyosdan qo'shib. Ha, plysos ham qo'shib beradi, 4 million so'm. Ha, uni ham netga kelsa bo'ladi ekan. Masalan, bu yerda faqatgina 5 million so'mdan olsa, endi bu yerda katta xolodilniklardan bor. O katta xolodilniklar ham zo'r ekan bu. Masalan, shu yine 6 million so'mga tushibdi, Nofrost xolodilniklarimiz bo'ladi. Yine şu an yine 2 million so'mga tushib qoladi. 6 million so'mlik no frost bo'ldi, defrost emas bu. Flap sovutadi uni. Zo'r variantdagisi 2 million so'mga tushib qoladi ekan sizlarga. Bu yani 4 million so'mlik kupon beramiz ona. Bir anda yine 7 milyon so'mliklar olan var. 7,5 milyon so'm, 8 milyon so'm xohlagan turdayım. Bir tildan xolodilnikni oladilar, 4 million so'mlik voucher berasiz, to'g'rimi? Voucher beramiz. Endilikda qara Muhammadjon, shu endi katta xolodilniklarga qo'ydik-ku. 4 million so'm kupon. Endi masalan bizda qara aka. Bir dene Royce xolodilniklarimiz bo'ladi. Bular 3 million so'mdan boshlanadi, kichkina xolodilniklar. Ha, Royce'lar 3 million so'mdan kichkinalari. Boshlanadi. Endi 3 million so'mligi 1 milyon so'mga tushib qoladi. 3 million 200 so'm, 1 million 250 ga. 3,5 million so'mga 1 million 500 ming so'mga tushib qoladi bu xolodilniklardan. 3 xolodilnikimiz shunda 1 million 200 tushib qoladimi? Uka, bulara 2 million so'm kupon beriladi. Ha, bular kichkina xolodilnik bo'lsam, lekin 2 million so'm voucher qo'yib berasiz. Xohlagan turdagi xarid etib oladi. Bular shu 4,5 million so'mgacha bo'lgan, xohlagan turdagi birisi xarid etib olsa, 2 million so'm kupon beriladi. 3 million so'mdan 4,5 million so'mgacha boradi. O'zlariga yaqqan brendni saylab oladilar, to'g'rimi? Yaqqan brend. Любой brendni oldilar, 2 million so'mlik voucher qo'shib berasiz. Masalan, bu deyani 3 million so'm oldi. Ava, 2 million so'm. 3 milyon so'm sotib oldi. 3 million so'm ha? Gaz bilan qo'shib ketibdi yanimda. Shunda bir xolodilnikka bir gaz filtra qo'shib berib turibsiz, to'g'rimi? 3 million so'mligini avoga. Yo'q, men gaz filtra kerak mijozlarimiz uchun televizor olib kelsangizda bo'ladi. Televizor olib kelsa bo'ladi. Endi xudo xohlasa masalan aka, shu senin kanalını görüp geldim, şu like bastık, komentar yazdık, diye abonechilar uchun xudo xohlasa shobrasam qo'shib beriladi. Ha, bu ara bu avtomat emas bo'lgani. Bir dana bu yon tarafdan xohlagan xolodilnik olsang, bize de duxovka xarid etib oladimi, plysos xarid etib oladimi, yo'qsa avtomat kir mashinami, yo'qsa xolodilnikmi, yo televizormi, konditsionermi, bir dana zo'rindan avtomatdan shobrasam tekinga qo'shib beramiz. Qaranglar, endi shulardan gördingizlar, like basib, komentar yozib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Sizlar uchun zo'r aksiya plus skidlarni sizlar uchun mutlaqo tekinga shvobrani ham qo'yib berdik. Shuning uchun bir like basib, komentar yozib qo'yamiz. Oxirida podpiska bosish yoddan chiqib qolmasin. Xudo xohlasa endi konditsionerlarni tushuntirib o'tamiz obunachilarimizga.
Şöyle görgen bozanlar bir like basıp kommentler koyunlar. Xudo xohlasa bu aksiyamız 11'inde koyuladi. 11 Mart. 11 Martdan neçə martdan qoyub berəsiz sağa? 15 Martgacha amal etadi. 15 Mart'a deyim. 4 gün qoyub berib bilan. 11'indən 15'inə deyim. 5 gün. 5 gün Xudo xohlasa. Endi bize de videomuzu görüp like basıp kommentler yazıp durumlar. Xudo xohlasa. Endi Mavada mesela 4 gün 5 gün koyuyorduk aksiyamız. 5 gün içinde üstte tamik alamız ki ya başka derimiz ki uzak değil mesela bize baramik alamız işte işler Uzaklardan gələn adamlar, Xarazmdan gələn adamlar var. Xarazmdan, Qarabağstandan gələn abunə klientlərimiz üçün, abunəçilər üçün online Yəni onlayn satacaq işlətdirib də, doğru mu? Pəsdən nomer qaldıramız. Online bizlərə bağlansanızlarla boladı. Sizlərə Xudo xohlasa online bağlansanızlar ballarımız cavab verədi. Həmməsini göstərib, birmə-bir nə olacağını düşündürüb. Dastavki ustanovkisi besplatный olan. 50%'lik skidki qoyub berib, yenə dastavki ustanovkisi öpərəcəkmisiniz. Dastavkisi ustanovkisi besplatный oladı. Mutlaq Pekin'e apart verilədi. Xarazm Qaraqalpaq boyunca 50% skidkdən Taşqara yenə dastavki ustanovkisindən Tekinə bağlıdır ekan. İndi bir kadar kondisyonerlerimize zor aksiyalar koyulanımız, onlarla düşündürüp paramız sizlere. İndilikte bizden haklanan tur diye mesela kondisyonerlerimiz var. Kondisyoner köp adam indi soruydu, bro aytadı bana dedi hem yazda soğutup beradon zor dedi, kışta dedi kızdırıp beradon kondisyonerlerden gerekli dedi. Hem zimni letni olsun dedi. Bize dedi yanımda tok pes diye, tok pes. Vaxtında işlep beradon gerekli. Kızdırıp beradon, soğutup beradon kondisyonerlerden gerekli. İndilikte şu kondisyonerlerimize zor aksiya, zor skit koyduğumuz kalan. İndilikte bize şu liboy bir istergen türde kondisyonerlerimize 5 milyon somluk bu adamı, 5 milyon 200 milyon somluk bu adamı, 5 milyon 300 milyon, 5,5 milyon somluk bu adamı yeterli. İndi şu adam haklanan bir istergen türde masrafı fəaliyyəti bulas. Size indi aksiyasında karan koşup beradon. 5 milyon somdan yukarı kondisyoner birden aladı, nə o qoyub berəmiz? Koşup beradon vereceğimiz Karaköy'e. Bir tane termokodu. Bir tane termokodu getdi. Bir tane tapası. Tapa kazanam getdi. Bir tane stikrok çeyniki. Üstek çeynikem getdi. Kazanın bir ekonomisi. Kofi morkezenen koşup beremiz. Vam getdi. Bıçak naborlarına koşup beremiz. Kepçi naborlarını. İndi bu getdi. Üçü gördürmə savalarınızı mutlaka Tekinə bir dənə kondisyoner qoşub berəmiz. İndi bir tane tutmara kazanımız var. Kəttəsindən yenə yenə. Blenderimiz var. Avam. Sami bıçak kepçi naborumuz var. Stakanımız var. Tərəzimiz var. İyi bir tane neyimiz var? Saçalalım. Saçalalım maşinimiz var. İndi qaranlıq klientlərimiz. Mən düşüncüm boyunca ömrü bekə. Məsələn, İbla yakmadım ona desəm. İblanı qoşub berəz, doğru mu? İndi bam yakmadı desəyizlə. Bir tane çok bir var. Tifal var. O kadar temiz o. Bundan No, ya mirabbasa qoymaq avan zor nəsən? İkiye bir Duzdanı. Duzdanına qoşulub, terimiz qoşulub, fiyini qoşuladı. İndi bula yakmadı desəyizlə, xalasasa bunu qoşub berəmiz ekan. İndi Karaköy'e mesela bazı aksiyer koyup tuttular. Ben mesela xaxlasaz bu, xaxlasanız mənə bu, xaxlasaz bu. Üçünden birisini xaxlasaz təllə bağlasız. Sizə bir şey qoyub berdiyiz Xuda xalasa abla sizlərə. Xuda xalasa üşə bizə dillirirsiniz. Hem o şimdi zor aksiyalar skitken koyup verəmənlədim. İndilikdə bizədən 5 milyon sonuna yok araba olalım. Xaxlağamı kondisiya xəridatı oladı. Aksiyasında işi bir əməz, iki əməz, 3 xatarla həmməsini koyub verəmiz abunəçərimizə. Üçünü birisini emas, ikisini emas, həmməsini qoyub verəcəkmisiniz. Mutlaka Tekinə həmməsi. Qaran birisini alğandan keyin görkənmişəm. Şovrasına qoşub verəmiz. Bundan taşqara 3 xatarını alğandan keyin bir dənə şovrasına qoşub verilədi. Biz sana görkənim, 2 dənə çıxarayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dastavki onun ustanovkisi. İyi 4 gül bir günü görüp geldim degen mücazlar üçün diğer bir dənə şovrası qoşub verilədi. 22 dənə şovrası mutlaka Tekinə qoşub verəz. Bir dənə kondisionerə. Bizə də 12'lik xəridat buladı mı, 18'lik buladı mı, 24'lik buladı mı, Hem asortimentdən var, doğru mu? Asortimentdən var, xaxlanan türünün xəritəsi var. 3 aksiyasında evəcən həmməsi qoşub verlər Tekinə. Görüp duranlarınız yalğan emas. Həmmə padakilərini mutlaka Tekinə bir dənə kondisionerə qoşub verədi ekan. İndi yenə Xudo xalasa indi zor aksiyanın bəyanı 300'lar. Qaran 18'likdən çatımdan başlanır. Şunu bir düşündürüb ötək. 18'liklərimiz. 18'liklərin nartları məsələn 7.300'liklər 6,5 milyon. 6,5 milyon soma düşkən. Citronik. Ki Aux kompaniyamızın buladı. Bunlar
satış bahası 6 milyon 800 son bo'lgan 6 milyon 100 ming so'mga 6 milyon 100 ming so'm, 700 so'm pulundan skidga o'tiribdi. Haberimiz gibi satış bahası vaqtida 6 milyon 200 ming satılgan. Necha so'm? 5 milyon 200 so'mga tushdi. 5 milyon 200 ming so'mga xarid qilib olsalar, shu ko'rib turgan podarkalaringizni mutlaqo tekinga sizlar dastavka ustanovkasi bilan 4 yil bugunni ko'rib keldim degan mijozlarimiz uchun birdan ajoyib nashobrasi qo'shib beriladi. Shuning uchun sizlar uchun zo'r ranglarni chiqarib turibmiz. Birdan like, podpiska, kommentariyani yozib qo'yamiz. 100 dollar ham qo'yib bergan skidki plus aksiyalarni. Mesela bir onluk teaserlarımız. Bir onlukla. Narxları 2300'den başlandı. 2200'den başlandı abi. 2500 so'mdan alalım, 2402'den alalım, 3 milyonlukdan alalım. Haklanan bir turun neyine satıb aladı bir onluklarımızdan. İndi bir onluklarımızda koşup beradim aksiyamızda qara. Bir dənə zorundan misrovkəsi. Bir dənə ki yaxşısından çok bir koşup beremiz. Bir dənə ki tifanlı koşamız, kazan navorunu koşup beremiz. Terimizini koşamız, kofi morikisinden koşup beremiz. Yetməyəndə bir dənə zorundan bir dənə nəsə koşup beremiz. Qarang, Lyuboy bir 43 euro satıb alaman. 2200'den başlanadıdan zaman devam etadi. İyi kımmat 3,5 milyon so'mga baradi. İyi kımmatı 3,5 milyon so'm. 2200 ming so'mga xarid qilib olasizlar. Shunda 3 podarklarni mutlaqo tenga hammasi qo'shib beriladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 7 tane sovg'asi. Bir tane avtomat sovg'asi. 8 tane sovg'asini 2 milyon 200 ming so'm yoki xohlasanizlar 2,5 millionlikni olsizlar, ishi ko'rib turgan podarkalaringiz mutlaqo tenga tushadi sizlarga. Şimdi bizde de 50'lik teaser'da soruyor ki var. Mesela 50'lik teaser harita bağlı mızazlarımız şu ula başlangıç narxı 3 milyon so'mdan başlandı. 3 milyon so'mluk var, 3 milyon 202 var, 3,5 milyon so'm ketaveradi. 4,5 milyon so'm. Sifatına qarab, narsana qarab pul o'zgaraveradi. Indilikten 50'liklerden harita bağlı olsa, endi prologda bayda ku. 50'liklerin Havan yanında bank koşup veriladi. Hem bu lan harita bağladı, bank koşup veriladi. İyi bank koşup teyinge koşup veriladi. qarang 50lik asam bo'lmas. Ishi ikkisini ham qo'shib berasiz. O'xshay hammasini. O'xshay emas qo'shib beriladi. Ikki qatorni mutlaqo tekinga xarid qilib olsangiz bo'ladi. Tekinga qo'shib. Endi bizden mesela 55'lik alalım mesela 55'liklerden başlangıç narxları Necha so'mdan boshlanadi? 4 milyondan. 55'liklar. 4 milyon 200'likni alalım, 4,5 milyon so'mdan 5 milyon, 5,5 milyon so'm, 6 milyon so'mgacha boradi 55'liklerimiz. Haklanan türüne xarid etib oladi. Endi bunda qara aka, yana bu xatorimizdan qo'shib beramiz 3-xatordan. Shunda men Shunda qara, bir dana kallamga yetib qolmadim men og'a. 65 hozir 75 xarid etib oladi. Ishi 1, 2, 3 xatordan shunday teginga qo'shib beriladi. Ha, o'zi yo'q qilib qo'ymadingiz, hammasini qo'shib berajakmisiz? Sen kanalını görkemler için bir tane şavradan koşup veremiz. Mutlaqo tekinga. Tekinga. Kalkızda 65'liklerden bu olan narxları yine kadar. Bu adam özü puldan ham skit koygamız 6 milyon 800'liki 6 milyon so'mga tushgan ekan. Bir tane 7 milyon so'mlukları 6,5 milyon so'mga tushtirganlar. 500 ming so'm skidki, bu yoqda 800 ming so'm skidki. Bu yon tarafda yana 1 milyon so'm skidki pulundan. Haklanan turni xarid etib oladi. Shu ichinde siz ne bajaramaz tekinga qo'shib beriladi. Endi manzilimiz tushuntirib beradigan bo'lsak, Muhammedcan bir xatar özün Manzilini o'zim tushuntirib. Gene. Manzilimiz bize 400 dehqon bozori. Ha, 4 kunni 400 bozorni. Endi bize ne tushuntirib olamiz? Manzilimizni bu yon tarafda yana gün chiqar darvozamiz yana. bu yon tarafi ham gün chiqar darvozadan kirsangizlar, qo'sha darvozadan shunday kirib kelsangizlar plakatimiz bor. Beton stenki. Beton stenkidan kirib kelsangizlar bemalol bozorni qoq o'rtasida bo'ladi. Diller 300 desangizlar hamma biladi. Yo'l ko'rsatib beradi xudo xolasa. Hozir 400 bugun obunachilar, Diller 300 klientlarimiz ava. Xudo xolasa barchangizni shu dukanimizda kutib qolamiz. Yayni Xudo xohlasa zo'r shu aksiyalar bilan davomlashtirib, sizlar mengizni xizmatda yuboramiz. Bir podarkalaringizdan qo'shib beramiz xudo xolasa. Agar qaranglar obunachilarimiz shu yerdan ko'rgan bo'lsangizlar, bir like-ni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun zo'r yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. 4 yil bugun kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirdan obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun manfaatli va zo'r videolarni chiqarishda davom etamiz. Hozirgi aksiya plus skidkamiz Diller 300ni katta magazinda bo'lib o'tdi. Bemalol kelib, shu ko'rgan videolarimizni ko'rsatib, bemalol xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bu aksiyamiz faqat 5 kun davom etadi. Hammangizni Diller 300da kutib qolamiz.